Ta'ziya: og'ir judolik. Taniqli kino aktyori og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Reketer filmi orqali tanilgan aktyor Murad Besemin vafot etdi. Qozog'istonlik mashhur aktyor Reketer filmi orqali tanilgan Murad Besemin 8-yanvar kuni og'ir xastalikdan so'ng 54 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda uning qizi Diana Bulatova o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Diana Bulatova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasining tug'ilgan va vafot etgan sanalari qayd etilgan oq-qora suratni joylashtirib, unga cheksiz yaxshi ko'rib qolaman deya izoh qoldirdi. Ma'lum bo'lishicha, Murad Besemin bir necha yildan buyon oshqozon osti bezi saratoni bilan kurashib kelgan. So'nggi paytlarda uning sog'lig'i yanada og'irlashgan, yaqinda esa insultni ham boshidan kechirgan. Avvalroq Diana Instagramda kasalxona palatasida otasi bilan tushgan bir nechta oilaviy suratlarni ham ulashgan edi. Ushbu postlar ostida aktyorning muxlislari uni qo'llab-quvvatlab, sog'ayib ketishi uchun ezgu tilaklar va duolarni yo'llagandi. Murad Besemin ijodiy faoliyati davomida Bo'ri izi, Akukalar, Afsonalar kitobi, Sirli o'rmon, Butun dunyo oyoqlarimiz ostida kabi o'nlab film va seriallarda ishtirok etgan. Shuningdek, u To'maris nomli tarixiy filmda osh rollardan biri ijro etgan Tender komediyasi hamda Botirlar dramasida suratga tushgan. Bundan tashqari, Besemin Rossiyada suratga olingan 13-klinika fantastik serialida ham ishtirok etgan aktyor aynan Reketer filmidagi roli orqali mashhurlikka erishib, tomoshabinlar orasida keng tanilgan edi.